Bugungi mana shu shodiyonamizga uzoq va yaqindan tashrif buyurgan azizlarimiz bor. Qolaversa mana bugungi shodiyonamiz sababchisi bo'lgan Sheralining eng yaqin do'stlari yu qarindosh urug'lari, yori birodarlari bugungi shodiyonamizni aziz mehmoni albatta. Onlarni mana shu yerga taklif etsak, ular ham o'zlarini iliq so'zlari bilan, qalb so'zlari bilan bugungi mana shu shodiyonamiz sababchilari bo'lgan do'stlarini yoki bo'lmasa dugonalarini o'zlarini iliq so'zlari bilan tabriklashib, davrada bir o'yin qilib berishsa degan niyatlarimiz bor albatta. Marhamat. Hurmatli do'stim Guljamoljana, hamnavirlik jo'ldoshi Sherali akalar, bugun biz sizlarning uylanib kechangizlarda o'tiramiz. Mana shu kechadan foydalanib, men sizlarga uzun umr vaqt tanlay shunday savol jana Quvasaning eng baxtli yoshlardan bo'lishlarga tilakdoshman. Baxtli bo'lgu va bash qo'shqonga kejash, talayli bo'lgu va tabishqonga kejash. Rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Albatta, agar turmushga chiqmagan bo'lsangiz, ilohim yaxshi joylardan ato qilsin, sizlar ham baxtli bo'linglar deya kelinimiz hamda kuyovlarimizga o'tirishga ruxsat berib, davraga mana shu ikkita yoshli bo'lmasa taklif etamiz. Marhamat bo'lmasa davramiz sizlarga eng zo'r qo'shiqlarimiz sizlar uchun. Marhamat. Oyre hunlara, bu ne gene koymasın, hükümeti yamanlara, bu ne gene koymasın.
salomat bo'linglar. Iloyim mana shu davramizda ko'ngilda o'yinga tushganlarning hech qachon oyog'i yo'q, qo'li dard ko'rmasin deb bugungi shodiyonamizni davom ettirar ekanmiz. Endigi tabrik navbatini azizlar, mana bugungi shodiyonamiz sababchisi Sherali jonni albatta tog'alari ham bugungi mana shu shodiyonamizda ham mehmon ham mezbon. Hozirgi tabrik navbatini albatta mamnuniyat bilan o'zimizga yaqindan tanish bo'lgan, barchamizga yaqindan tanish bo'lgan. Qolaversa hammamizni desak mubolag'a ilmini ayamasdan xizmat qilib kelgan ajoyib insonlardan. Marhamat, Turg'un aka, mamnuniyat bilan tabrik navbati sizga albatta kelib. Hurmatli, shu bugungi shodiyona kun, shodiyona oqshom o'g'limiz Sheralijon bilan kelinimizning nikoh kechalariga tashrif buyurgan aziz mehmonlar. Mana bu shodiyona kunga shu bugungi tashrif buyurgan mehmonlarimizning ichida shu bugungi shodiyona kunni tashkil qilganlarning ichida faqatgina yaxshi niyatlilari to'plangan degan umiddaman. Aziz do'stlar, men ham mana shu fursatdan foydalanib o'g'limiz, kelinimizlarning bugungi shodiyona kunlari bilan chin qalbimdan tabriklayman. Ularga sihat salomatlik tilayman. Shu bugungi qurayotgan turmushlari shunchalik bir mustahkam bo'lsinki, bironta bir yot kuch ajratolmasin. Bu deganim, ularni qurayotgan turmushlari shunaqa ham mustahkam bo'lsinki, umrlarini oxirigacha birga yashashsin. Aziz do'stlar, albatta har birimizning xonadonimizda mana shunaqa to'y tomoshalar bo'lsin. G'am-u tashvish bo'lsin, uvali-juvali bo'lsin, doimo baxtli hayot kechirishsin. Rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Marhamat bo'lsa sizni bir tabrik o'yinlaringizni Imomiddinjon hamda kelinimizning eng yaqin dugonalaridan Elmiraxonlarni davraga taklif etsak. Marhamat, Imomiddinjon hamda Elmiraxonlar, marhamat.
shu haq to'yda bo'ladi. Bugun Sherali aka bilan bu jamoatning to'yida o'tirarkanmiz. Sizlarga qalarim chindan sog'lik, uzoq umr, baxtli yoshlardan bo'lib, ishingizlarga iyilik, doim baxtli bo'lingizlar. Men ham shu 2 yoshga baxt tilayman. Shu qiz bergan narsa biz bergan narsa-da. Rahmat, marhamat bo'lmasa Imomiddin hamda Ezmiraxonlar, davramiz sizlarga. Marhamat. Olamda qancha do'stingga salomlar, olamda qancha ko'zingga qaramlar. Yuragingdan shodlikdan bananda hayron, bag'rig'ing shomaroz bo'lsa qadamlar. Bo'ylaringdan furqada keng aylansin tomoshabinlar, qarsinglar bo'lsin. Bo'ylaringdan oqiza keng aylansin tomoshabinlar, qarsinglar bo'lsin. Do'stingga salomlar, yonganda bunga so'nggi qadamlar. Bormikan iboli yotgan qadamlar, bahsingga lol qilib to'yga qadamlar. Bo'ylaringdan hofizaga aylansin tomoshabinlar, qarsinglar bo'lsin. Bo'ylaringdan noqdiraga aylansin tomoshabinlar, qarsinglar bo'lsin. Bo'ylaringdan maqsada kelasan tomoshabinlar, qarsinglar bo'lsin. Bo'ylaringdan maqsada kelasan tomoshabinlar. Bo'ylaringdan furqada keng kelasan tomoshabinlar, qarsinglar bo'lsin. Bo'ylaringdan maqsada kelasan tomoshabinlar, qarsinglar bo'lsin. Tomoshabinlar, qarsinglar bo'lsin. Har bir inson dunyoga kelar ekan, uylanay deydi yoki bo'lmasa turmushga chiqadi. Farzand ko'ray deydi. Mana shunday to'ylar qilay deydi. Nabira to'ylari qilay deydi. Albatta mana shunday ekan, har bir inson o'zini niyatiga yetsin deymiz. Mana Shahriboni opamiz ham mana 5 ta farzandni voyaga yetkazdi deb hozirgina Turg'un akamiz aytishdi. Mana keyingi farzandini ham mana uylanish kechasida barchamiz yaxshi niyatda tashrif buyurib mana shu shodiyonaga guvoh bo'lib o'tirishimiz. Hozir azizlar mamnuniyat bilan Shahribonu opamizni davraga chorlasak-da, u ham o'zini dil so'zlari bilan mana shu farzandlarga oq niyatli tilaklarini aytsa degan taklif tushyapti. Agar bitta chiroyli qarsaklar bo'lsa-yu, mana shu shodiyonamiz sababchisi Shahribonu opamizni davraga taklif etsak. Do'ppisini otsin osmonga, ko'zi kulib boqsin zamonga, qo'lin dadil uzatsin nonga. Hayot bo'lsa kimning onasi, soqatmaydi qoru do'llarda ham,
qoqinmaydi toshli yo'llarda ham, turtolmaydi hech bir muttaham. Hayot bo'lsa kimning onasi, yulinmaydi nohaq bir pati. Bo'lar doim shirin suhbati, issiq turar doim ovqati. Hayot bo'lsa kimning onasi, farzand uchun onadir ne'mat, onaning poyidadir jannat. Ketsin qadriga faqat, hayot bo'lsa kimning onasi. Mana shu shodiyonamizda o'tirgan barchamizni ota-onalarimiz sog' salomat bo'lsin. Kimlarnidir ota-onasi o'tgan bo'lsa, joylarini jannatdan qilsin. To'g'ri aytishadi. Agar ota-onang sog' bo'lsa, yuraging butun, so'zing baquvvat bo'lishadi. Shahribon opa, sizni mana shu yo'lga taklif qilamiz. Shunday mana farzandingizga bugun shodi xurramchilik qilib, do'stu yorlaringizni taklif etib, elga, xalqqa, mahallaga osh berib, shunday shodiyona qilibsiz. Mana shunday shodiyonada bosh bo'libsiz. Ilohim mana shu farzandlaringizni, farzandlarini, ya'ni nabiralaringizni to'yida ham mana shunday bosh bo'lib. Mana shu farzandlaringizni baxtiga marhamat bo'lmasa, san'atkorlarimiz eng sara qo'shiqlarni sizlar uchun kuylaydi. Marhamat. Yongan chirog'ing, yulduzday nur sochsin chashming firog'ing. Magar chinor bo'lsang chinordek yasha, bevaqt uzilmasin biror yaprog'ing. Albatta bugungi mana shu shodiyonamiz sababchilari kelinimiz hamda kuyovimizga baxt saodat tilagan holda bugungi shodiyonamizni davom ettirar ekanmiz. Endigi tabrik navbatini kuyovimizning eng yaqin do'stlaridan To'xtasinjon hamda kelinimizning eng yaqin dugonalaridan Mavludaxonlarni davraga taklif etsak. Ular
javobi bor. Do'stim baxtli bo'lsin. Salomat o'yin bo'ldi. Azizlar, albatta shodiyonamiz davom etar ekan. Endigi tabrik navbatini mamnuniyat bilan mana shu stolda o'tirgan aziz mehmonlarimizdan hozir meni chaqirib aytishdiki, nimaga biz o'yinga chiqmaymiz? Nimaga tabriklamaymiz deyishdi. Albatta, qo'ni-qo'shnilaridan mana shu bugungi shodiyonamizning eng aziz mehmonlaridan ajoyib inson kamtariligi bilan hammaga yaqindan tanish bo'lgan akaxonimiz Sattorjon akamizni ham davraga bir taklif qilsak. Ana chiroyli qarsaklar ham bo'lib ketdi. Sattor aka marhamat bo'lmasa qo'shnilardan chiqib chiroyli mehmonlar. Men tilardim shunga bizga o'xshab farzandli bo'lib doimiy xursandchilikda o'tsin, yaxshi kunlari sog' bo'linglar. do'stlaridan hammamizga yaqindan tanish bo'lgan tadbirkor yigitlardan Muzaffarjonni hamda mana kelinimizning eng yaqin dugonalaridan Nodiraxonlarni davraga taklif etamiz. Iloyim mana shu ikki yosh doim mana shu bugungi ko'rinishdek bo'lsin. Sharala bundan ham xursand bo'ling, iloyim baxtli bo'linglar. Sizlarga uzoq umr, kattadan katta zafarlar, ishlaringizdan muvaffaqiyatlar tilayman. Mana bugun mahallamizga yana bir mehnatkash, zahmatkash, ko'rkam kelinlar qatoriga yana bir kelin qo'shilibdi, yo'qmi? Biz bo'ydoqlar safini bitta kamantirib ketyapti, mayli. Hammasi mayli. Suysin ayolni erkak, unutsin boshqa barisin. Niyatimiz shuki, har kim qo'shgani bilan qo'sha qariz bo'ldi. Qani bizni, Ulfat, keling. Sheriklik. Keling. Baxtli bo'ling. Rahmat.
salomat bo'lingiz deya bugungi shodiyonamizni albatta davom ettirar ekanmiz. Endigi tabrik navbatini mamnuniyat bilan mana kelin tomondan ham tabrik so'zi bersalaringiz degan bir chiroyli taklif tushyapti. Kelinimizni kelinayalaridan Diloromxon opamizni davraga taklif etsak. Singlim bilan pochchamizga baxt tilayman. Rahmat, sog' bo'ling. Sizga ham baxt hamisha yor bo'lsin. Ketib qolishimda yo'q. Bizda shunaqa odat. Shu davramizda ko'ngilda o'yinga tushganlarda hech qachon oyog'i qo'li dard ko'rmasin deya bugungi shodiyonamizni albatta davom ettirar ekanmiz. Endigi tabrik navbatini mamnuniyat bilan mana shu kuyovimizni eng yaqin do'stlaridan Mir Komiljon hamda kelinimizning eng yaqin dugonalaridan Mukarramxonlarni davraga taklif etsak. Mana bugun dugonam Guljamol hamda uning umr yo'ldoshlari Sherali akalarning baxt kechasida o'tirar ekanmiz. Baxtli, hamisha baxtli bo'linglar. Zam do'stimizga baxtining doimo baxtli bo'lsin. Shami giramdan bogadoy, shami giramdan bogadoy. Badr bozar va malale xudoy, badr bozar va malale xudoy. Bayat kumram rasiyat pariman, bayat kumram rasiyat pariman. Kamale gayr zindane xudoy, kamale gayr zindane xudoy. Ay xudo shon dilam kardas, diyane sangas. Ay xudo shon dilam kardas, diyane sangas. Nama kamu si joye jurang, aku bosan yang kata diare mesti Endigi tabrik navbatini mamnuniyat bilan mana shu kuyovimiz eng yaqin do'stlaridan mana Qobiljon hamda kelinimizning eng yaqin dugonalaridan Saodatxonlarni ham davraga taklif etsak. Nomidan oilamiz nomidan baxt saodat, sihat salomatlik, xonadonlariga tinchlik, totuvlik, dasturxonlarga to'kin sochinlik tilayman. Mana do'stim bugun shod bo'lsang kerak. Shodlik yo'qdir bundan-da bo'lak. Bu dunyoda eng oddiy tilak baxtli bo'lgin. Faqat shu kerak. Mana hurmatli do'stlar, bugun mana Sherali do'stimizning to'yi. Mani Ko'privoshi qishlog'ida 72-73-yil bolalar juda inoq do'st. Yaxshilik kunimizda ham, yomonlik kunimizda ham birga bo'lamiz.
Shular ichida Xudoga shukr mana bo'ydoqlar tugadi. Oxirgisi Sheragilida ana Sheralni uylab joylab bo'ldi. Xudoga shukr. Ba'da 4 ta qolgan to'ralar super bo'ydoq. Ular Umar aka maytda bor, maytda Aliboyev Avazjon degan bola bor. Keyin maytda Nabijon degan chin do'stim bor-da meni. Shu to'ralar bo'ydoqda davraga taklif qilaman. To'ralarimiz mana biz Kaminay kamtari super bo'ydoqlarni superi bizimiz. Marhamat qilib to'ralarimiz davrada bitta o'ynaydi. Avazjon hamda Gul Zamiralar xonadagi davraga taklif etamiz. Marhamat. Kuyovimizni, ya'ni Sheralijonning akalari Ahadjon hamda uning umr yo'ldoshlari Malikaxonlarni ham davraga taklif etsak. Men shu kunga baxt doim baxtli bo'lsin. Mana shu singlim menga yonimda yurgan bitta yonimda turadigan singlim bo'lsin mana shu singlim.